Assalomu alaykum. Hurmatli Parvoz aka ukalar. Hamma yaxshimi? Ma. Mana kaptarlar. Mana shu kaptarimiz qoldi. Mana senga sotib tashladim. To'lka yoshlardan olib oldim. Tashqarida haydayotganlarim bular. Battan mana qizil kelib qolgan uni. Uni kallasi qizilani mana. Shu oq kelib qolgan. Eron bilan Bakindan chiqqanmi? Kecha yo'qolib qolib, bugun yana qaytib ketdi. Keyin mana bitta o'zim mana ko'k boshli bolasi, mana unisi yo'qoldi. Ilgari kuni, bundan oldingi kuni issiqda rosa chiketib yopishib qoldi kattalar bilan. Keyin qaytib tushmadi, yo'qolib qoldi. Ertasiga qaytib keldi. U saletdi ham shuna bo'lgan edi. Saletdi ham, mana saletdi. Shuna bo'lgan. Bu ham bir kun, ikki kunda yo'qolib qolib, bitta igna qadag'i bilan qaytib keldi. Uni baylashmabdi lekin. Hech kimga tushmabdi shekilli. Yo tushgan bo'lsa ham bilmagan birortasi. Ma. Bir tashqarida bir 20 ta 25 ta. Ichkarida ham bor bir 20 ta 25 ta ichkarida bor hozir. Bitta uchib berayotganlar o'sha soch uchib beryapti. Uni soch odam baqa yugurib yurgan dumqorani jupi. Keyin ash kelayotgan ko'k kalsoli, ko'k boshli bolasi uchib beryapti. Mana shu ikkovi bir tovoq o'zi mana shida. Ashinisi mana unisi yomon uchyapti keyin. Uni soch uchyapti. Tashqari deyiladi. Ana o'rtada turgan qizil kalsoli bolasi uchyapti. Ana uchayotgan saletni ajratib ketyapti. Uni qiyib bordim. Mana o'rtacha uchyapti, oq soch, qorasi yoriyapti. Nima deyapsan qizim? Hozir ishdan keldim, o'zi ancha bo'lib ketdi, video qo'ymaganman. O'zi qo'ymoqchi ham bas edim. Men so'rayotganlar rosa ko'payib ketyapti. Tomosha qilib tursin deb video qo'yib beraman. Kaptarlar sotiladigani yo'q ichida. Faqat tomosha qilinglar, maza qilib uchiramiz endi faqat bundan baqaga. Shularda ozgina tobilayapman haydab o'zi. Buni ichidan deyarli bir 6 tasini, 5 tasi oralatib qiyilgan, uchib qoldi. Rosa haydab, kishlab haydaganmi yo'q, lekin uchadi. Uchayotganlar ichidan zog' yoriyapti ama. Bitta dumalab, tevaga chiroyli bitta o'ynab beryapti, yo'qmi yorib yuboryapti. Chir ketyapti katta. Qanotlari mana to'kilib yotib qoldi, mana qanotlari. Ona kaptar juda chiroyli bo'lyapti, ko'z tegmas. Mana soch modani nari yomon uchayotdi. Yaxshi qo'ndaqdan ham o'zi tushaman deb turib, qo'ndaqda o'tirib kapalay bo'lib chiqib ketyapti. 5-6 marta shunday qilib uchib turib ketib qoldi, keyin qaytib tushmay qoldi nar. Yo adashtirib qo'ydi, yo kapes olib ketdi, ammo yomon o'ynayapti kaptar. Shu dumi setari, dumini yozib olib, tarsillatib o'ynab ketyapti. Battan mana ikkovi bir tovoq, ana Sezay sifat bilan mana Pokiston juvoni bir tovoq. Ko'kda bolasi bu yo'qolgan, kapes urgan ko'kda bolasi. Dadasi yo'qoldi ularni ham. Oltita ko'k boshli bolasini 6 tadan 4 tasini uchiryapman, 2 tasi qiyiq. Yana 2 tasi katayda yotibdi. Valerga olib kirib berganman ularda hali zot bo'lib qosim deb. Metdan yo'qolganini o'rniga olib chiqib uchiraman deb olib kirib berganman. Asha
kaptar kesindan shu ham yomon ham chuqur kaptar ekan. Naynemga hushyorcha ko'rib qoldi shuyman. Ma. Ma. Shu juvoni ham yomon chuqur ekan. Yaramas. Ular to'yg'izib bersam hozir. Ma. Bo'ladi. Albatta, Valerimga olib kirib berganlarim bular. Endi bularni xohlaganimda chiqarib uchirmoqchiman. Bularda bo'lmasam shu yerda qoladi bu kaptarda. Faqat bola bergani, bola olamiz faqat. Yoping o'g'lim, eshigini yoping. Xo'p, maytda hali Pokistonlarda bolasi bor. Bularda ikkitasi mana ikkovi Pokistonda bolasi. Mana hali qizilbosh Eronlarda bolasi edi. Bitta edi. Kaptar ota-onasini berib yuboryapti. Mana shularga olib qo'ydim. Boqib mana katta qilib qo'yibdi ancha. Chiqishga kelib qoldi o'zi kaptar. Lekin mana ularni kichkina qilib yubordi. O'sha bu 2-3 kunlik katta edi o'zi. Bitta yaponcha tuxum bosyapti. 5 ta tuxum bostirib berganman menga. O'g'lim yopib ko'ring eshigini. Mana ikkita ko'kchalar, mana ko'k boshlardi bolasi. Mana. Teddy moda. Mana maladoy bilan. Mana maladoy bilan. Mana shu bir tovoq. Mana shulardi bolasi. Mana shu katta narim. Ariga modasi mana ikkovi bolasi. Bundan bir partiya oldingilarni do'stimizga berib yubordim. Ular ham chiroyli chiqdi. Mekka qizil kalsolar tuxum qo'yibdi mana. Bitta tuxum qo'yibdi. Mana ular ham qo'yish kerak edi. Adashmasa mana shular ham qo'ygan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, qo'yibdi bular ham. Mana shularni zotidan ko'paytiryapman mana shuni. Bitta Eron bosib yotibdi batta. Bular ancha ko'p qo'ygan ekan. Endi hozir mana bir juft Pokiston harakat qilyapti. Mana shu ikkovi narmoda. Bular yaqindalik o'zim olganlarim bular, do'stimizdan o'rtog'imni olganlarim. Keyin ko'k bosh bilan Lesh Ahmad moda qo'ysa batta ham plant o'lar ekan yana. Ma. Yoshlar qoldi. Hammasi ana yoshlar ham o'zi don yeydigan olib qo'ygan. Hammasi tushib bitbillatib uradi o'zi donini. Mana ular ham tushadi ana. Mana shular uchsa to'g'ri uchmay tepaga uchadi mana shu kaptarlar. U rampuri ham tushib tepaga uchadi hozir. Kaptardan shunaqasini olib bo'lib boqaverish kerak. Dumini pastga osiltirib turib tepaga qarab uchadi kaptar. Mana ikkovi qizil kalsovdi bolasi mana. Ulardan ham bir olib olib uchiraychi, qo'l uchirayotganim yo'qolib ketyapti. Aka so'ragan ularni asli o'zi. So'rasa berib boraman, bo'lmasam qoladi ular. Qora quyonis chiqmadimi o'g'lim? Yo'q. Bolalarini olib chiqmadimi? Yo'q. Qo'yani, yana mana shu yerda berib o'tiramiz. Mana o'g'lim bilan qaraymiz. Mana shu o'g'ilcham qarayapti kaptarlarimga ham. Hamma yoqqa qarab beradi o'g'lim. Bo'lmasa ulgurmayapman-a o'g'lim o'zim. Balli yashang. Ma. O'zi qanot qiyig'icha kelib qoluvdi mana juvona. Kimdir rosa ehtiyot qilayotgan kaptar ekan. Egasi so'rab kelib qolsa berib boraman dedim. 2-3 ta yosh bolalarga ham aytdim. Egasi chiqmadi.
Endi ehtiyot qilib qanotini qiyib boqayotgan bo'lsa kerak-da. Oralatib qiyib bergan ekan. Menga kelganda ikkita gilamnigi, qolganlari qiyiq edi. Uchaladigan holatda edi. Men yana ikkita gilamnigini ham olib tashlavdim. O'sha holatda ham yaramas uchyapti. Uchib kecha yo'qolib qoladi, yana qaytib ketdi. Eron bilan Bakindan chiqqan bo'lsa kerak gaplar. Hamma yoqda kataylarda, hop, 3 burchak katayda ikkita bola qoldi. Salettilarda boqyapti. Dondan chicha berib turinglar o'g'lim. Imaytali sochli bolalari bor. Oqbosh sochli bolasi bor, qora soch bilan. Aytadimi qora moda tuxum boslar. Sezay moda kirib ketibdi chinni bilan. Mana men salettilarni boqyapti, yana masali sochlar chiroyli salettichalar chiqyapti. Yo'qolib qoldi, aynasi boqyapti endi. Hali bir jup bir xilda saletti'ydi bolalaringiz. Aka-ukalar endi yo tomog'i bas o'g'lim anaqa don tiqilib qoldi shekillan chinni narga. Aka-ukalar xudo xolasa endi vaqt fursat qilsam ertaga sahar haydasam olaman videoga. Yaxshi kunda ko'rishaylik, hamma o'zini ehtiyot qilsin. Issiqda charchamay, qiynalmay ishlab yuringlar. Hamma o'zini ehtiyot qilsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.